Siz biror o'yinni o'ynab ishtonga siyvetgan vaqtingiz bormi? Ma'lum bir shirkat o'yin o'ynag'uvchilarning tuyg'ularini texnik reallashtirish uchun AR texnikasi orqali vaymalik o'yindan birini yasab chiqdi. AR o'yini deganimiz malhum o'yin muhitini rostlik tuyg'uga beradigan holatga keltirishni ko'rsatadi. Bu o'yin sizning ichki dunyoingizdagi eng qo'rqqan narsangizni ko'z oldingizda namoyon qilish orqali sizga haqiqiy qo'rqinish vayimining qanday bo'lganligini ko'rsatib qo'yadi. Bu o'yinni oxirigacha chidab o'ynaganlarga intoyin mo'l mukofot bor edi. Lekin hozirgacha hech kim bu o'yinning oxirini chiqarolmagan edi. Bizning bu og'zi burnini tik bosgan bo'lsa-mu, texnik so'mkisini esib yurayotgan bosh personajimizning ismi Joni bo'lib, u jahon ko'rgan bola bo'laman deb so'mkisini esib sayohat qilib yuradi. Mana bugun u Angliyaga kelib qolgan edi. Hamda ko'pincha erlarga o'xshash yangi shaharga bordim. Hech kim tonimaydigan meni deb o'ng'i seriydigan detaldan o'ngishli holda Ser ismli bir qizni serib chiqardi. Hamda shu qiz bilan shu serig'incha biroqla at deganda tan qopidi. Noshta qilayotganda Jonining opasi uningga to'xtamay telefon qiladi. Lekin u faqat telefonni elishga urinmadi. Seri uningga nemishqa telefonni olmaysiz deb so'raganda uning dadasining divanlik kesili sababidan vafot bo'lganligi. Shuningdan keyin onasi bilan chiqish olmag'achqa uyni tashlab jonkazlik hayotini boshlab o'tganligini aytadi. Ikkalan xo'shlashgandan keyin Joni bankidan pul olib qaytmoqchi bo'ladi. Lekin kartada bir tiyin qolmagan edi. U opasidan so'ramoqchi bo'ladi-yu, lekin yuzi chidamaydi. Shundaq muhim vaqtlarda yangi tunishgan Seri uningga asqitib uni endi ep qoladi. Joni mo bikoya bitishdan xijil bo'lib, bu yerda vaqtlik ish izlab pul tepib yurtga qaytmoqchi bo'ladi. Bu chaqda Seri uning bir dangliq o'yin shirkatining maxfiy holda bir AR o'yinni tadqiq qilayotganligini hamda o'yinni sinash uchun haqliq fidoyi qabul qilganligini aytadi. Hamda uningga shu o'yinga oid uchurlarni ta'minlasa, axborot organlarining uningga texnik jiq pul berganligini aytadi. Buni anglagan Joni shirkat kelib bu bilan qatnashmoqchi bo'ladi. Shirkat bu ishni intoyin maxfiy tutadigan bo'lib, bu turga mas'ul bo'lgan xodim qarxotun Jonining telefonini yig'ib olib, vanji qilib o'tadi. Hamda ayrim bir uyga akirib, Jonining shirkatning maxfiyatliklarini saqlash kelishimiga imzolatadi. Shu orliqda qarxotunning birdamlik talog'i chiqargan fursatdan foydalanib, Joni telefonni qaytadan qo'zg'atib, o'yin uchurini rasmga tortib Seriga avatib berdi. Qarxotun qaytib kelib, Jonining orqa miyasiga tugmichilik bir asbobni o'rnatib, beshini chambarakdan birini kiygizib qo'ydi. Asbobni qo'zg'atish bilan tang o'ylamagan yerdan jo'zdagi telefon jiringlab, Jonining opasidan telefon kelib qoldi. Qarxotun darhol telefonni taqib o'tdi. Asbobga qo'zg'algandan keyin Jonining oldidagi jo'zda bir necha teshik paydo bo'ldi va ichidan xuddi amaliyotda mavjud bo'lgandek bir chashqon tutish o'yini paydo bo'ldi. Qarxotunning aytishicha, bu asbob odam mingsidagi yoshirin ongni, ya'ni xiyolda ko'rganlarni ko'z oldida gavdlantirib beradi. Ammo boshqa odamlar buni ko'rolmaydi. Orqadan Qarxotun Jonini bosh direktor Vatashivaning yiniga boshlab kelib ko'rishtirdi. Vatashiva uningga o'zining yasab chiqqan eng yangi vahimalik o'yinni sinab ko'rishni aytdi. Uning deyishicha, kishilarga eng cho'ng vahima elib keladigan sirtqi jismlar bo'lmasdan, balki insonlarning ichki tuyg'ularni hosil qilgan vahima edi.